sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim intayin ko'p. Aytib bo'lolmayman. Ba'zilarini naqshlarim bilan yetkizdim, yana ba'zilari keyingi naqshlarimda aytdilar balkim. Men hikoyasi bor odam. Hikoyalarim orasida siz biladigan va bilmaydigan men, bilishga arziydigan siz va bilgim keladigan u ham bor. Bu hikoya hammamizning hikoyasi. Her o'ylasam as yodimda bor edingiz, mana bugun huzurimga xush keldingiz. Tilda daston qadam yetgan hamma yerda bizlarga yor nega bosak bu sarkarda. Ko'rayotganinglar Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligida o'tkazilayotgan xush keldingiz programmasi. Men Abdulla Abdurahim. Xush keldingiz programmasining bugungi alohida sonida biz bilan suhbatda bo'ladigan aziz mehmonimiz oldi bilan mening hurmatli akam. Andan xalqimizning suyumli aktyori, Şinjan radio televiziya idorasining davlatlik birinchi darajalik rejissyori hurmatli Nejat Niyoz afandim. Salom aziz qarindoshlar, ko'rurmanlar. Hoş geldiniz programmasiga xo'shallik bilan taklif qilinib, enim Abdulla Abdurahim bilan mushunda xushal xo'ram bir mazgil paranglashib olalligimdan intayin xursandman. Rahmat aka. Rahmat. Hoş geldiniz aka. Sening o'z ko'nglingda qalbingda shunda bir orzuying bor ekan. Men hozirgacha paranglarimizdan eng kuchli orzularimning birisi ash o'zining yash vaqtindagi shu tutashgan o'tni yana bir qatim ulg'aytmoqchi. Bu o'tni bir yalqonga aylantirmoqchi. Ya'ni qalbingdagi shu sahna asarlariga bo'lgan muhabbatni rejissyorlikdan iborat shu kasbing bilan yana bir qatim parlatmoqchi. Hamda mush ishga kelganda men cho'qim seni yana bir eng boshli qo'llig'icha bo'lib bo'lmayman davomli burunga o'xshash. Ondan buni yana bir minut yana bir amallar fikrlarda davomli qilsam mendan bakroq bo'lsa, agar mushunda bo'lganda bir yaxshi asar bo'lsa, yaxshi sharoit bo'lsa, yaxshi artistlar hammasi yig'ilsa, sening rejissyorligingda bir asarni vujudga keltirsak, agar tuvan tarafda, Qashqar tarafda bizga sharoit bo'lsa, G'uljiga, Qashqarga, Xotanga hammaga opog'imiz bor, lekin abay degandek hozir uyda televizor, kinoxonada kino, qo'limizda telefon, oldimizda qo'limizda hamma yula qo'limizda. Nima desak shu chiqdi. Ondan boshqa masalan kashf bazmxonlar, diskoteklar, restoranlar, har xil choylar, mana bu nurg'onlikqa ko'ngil etishga sabab bo'lgan so'rinlarning ko'payishidan biz balkim bu tanlashni bo'ldi qilishimiz mumkin. Ammo fikrli davomli bir dramani yoki bir operani ya bir muzikalik teatrni bir o'rinda ishlab, shu o'rinni maxsus shu asarni o'ynaydigan yoki qo'yadigan bir o'rin qilib, ya'ni uni balkim kichikroq bo'lishi mumkin ekan. Necha odam, 100-200 odam o'yin ko'radi. Ashunaq davomlashtirish mumkinchiligi bordek turdi. Ha? Cho'qim bor. Endi Abdullayning qo'nganligidanki tabriklash uchun buni Urumchiga Shinjongga kelib qo'ydi. Bununla Gülendam Nurul'ga Dilber Yunus çıkan. Erkin'de nimaga çıkardı sen oynagan Amir Nurul çıkan. Onunla ben dedik ki Xotan sanat mektep ömek başlığı turatqa vaqtim boşqa. Onun rejissori Çin'de oyanda hem de 74 yaş kirgan bir ayol rejissordi. Şu Merkezi Tiyatro İnstitutunu bitirgan. Biz Şirjiya deymiz hem de. O men bilan aloqalashib, mushu dramaning bütün mushu ammi ve rollarga usul qismining hammasiga sen mas'ul bo'lsan deb shu nimani o'makdagi bolalarni akeldik bergan. Xotanning bolalarini. Xotanning bolalarini akelib, ma u xalq sarayida shu maydon qo'ydik deyman. Buni cho'qim Xotanga gapirib qo'ysizlar degan buyruq kelgan ekan. U yerda o'chaqda bizning Xotanningki viloyatning teatrxonasida tutmagan. Qarqashning bir teatrxonasida o'yin qo'ygan. Qarqashning teatrxonasida qo'ydigan bo'ldi. Ben dedim bunu ayak kanda koyarsam aşının bir ay burun ketip aşının o'xshash dekoratsiyaning kichiklatmasini birini o'lchab yasab Qarqash teatrxonaga qo'yib 12 to'yingni 4 qilib ayak o'tirib aşağıda bir necha maydon qo'ydi. Demak, mana narsalar bor. Mening ko'nglimdagi bu ataqli aktyor, davomli rejissyor, endin yana biz bayatda so'zlashgandek ko'p qirliq, universal sapoga ega
bir davlatlik birinchi darajalik rejissor bo'lish sifatingdan boshqa mening qalbimda o'sha Shinjongda yana bir madaniyat hodisasining kelib chiqishiga ammo uni madaniyat hodisasi deb atayman o'zim cho'ng bilgandan keyin balkim qarindoshlarimiz shunday atishi mumkin bo'lsa bizning sahnamizda yana televizorda mashrab deydigan bir programma chiqqan shu mashrab to'g'risida birdan mundashgan bo'lsa 2002-yilda hamda bir stansiyada bir san'at guruhi qurdim. San'at bölümünün arasında bir san'at guruhi qurib, meni aş guruhiga boshliq qilib, buningda bir turkum rejissorlarimiz var, mesela Ömer Sayın, Mehmet Roziyarov, Muhtar Buğra qatorliq bir turkum aşlar bir guruh bo'lib, hamda 1 soat keladigan bir universal san'at xarakterli bir program qilinglar. Sen boshlab qilding. Ben de şu izlanishi boshida o merkezi televiziya stansiyasining birisi Jingda Zongyi, birisi Zongyi'da avganda bir programma soatda o ikisi shu 1 soatlik tildan shu nima? Shu san'at, universal san'at programmasi. Ashundan birini doğrab qilaylik deb. Chunki men o Zongyi'da avgan degan programmaga shu merkezi televiziya stansiyasining taklif asosida 2 qatim riyosatchi bo'lib chiqqan. Riyosatchi bo'lgan. Ahvolini bir qadar tushunaman. Alloh bilan ağınıp ketdik tanışma. Aşılarının yardımını qilib bir kechilik shu o'zimizning universal san'at kechiligini chiqaraylik deb shunlar izlanib asosiyatdan loyihani tuzab yozib qo'ygandan keyin ko'nglim faqat unimida bir o'zimizning bir xosligi bo'lishi alohidligimizdan xosligimizdan chiqarish kerak buni deb kitoblarni aqtirib oxiri Uyg'ur etnografiyasi degan bir kitob ilib o'tirib shu mashrab degan kelganda ko'zim to'xtab qoldi. Shuni bilan ko'rsam, u chaqda ham men mana shu Urumchidan tug'ilib, Mishada cho'ngilib, Bejinda o'qib, Tuvanga bak jiq bo'lmagan ekan, tozaliqi turmushim yo'q ekan bu ishlarda. Endi bir necha yozuvchilar bilan suhbatlashdim. Suhbatlashsam, endi bu orqali bu mashrab endi shunday bir xil bizningki madaniyat hodisimiz anadan keyin bu külam o'xshamasligi mumkin. Har bir yurtniki o'zininki alohidligi o'xshamasligi mumkin, lekin mashrab degan ism o'xshash degan narsa shunlar men ayol ekanlarni. Bu hamma mali ara, yurt ara, o'zlari o'ynaydigan mashrabni biz birlikka keltirib nima uchun shu Jungo Kommunistik partiyaning bayroq ostiga tushirib buni ekran orqali bir kechada taqtadigan shunda buni program qilmaymiz deb bu mashrab degan ism bekitildi. Shuna bir degandan keyin bir doklad qilgandan keyin bo'ladi, shuna qil degandan keyin buningga shu bosh tem bir naqshi yaratish hech nima qilmay turib, mening ashunchalik bir ijtimoiy asosim bor ekan, yaqasinglarni pul vermay turib, iqtisodning gibini deyishmay turib, ishni qildirib oladigan bir xil boyliqim ham deb deb shuni Mehmet Ali akamga bu gap. Mehmet Ali Zundan Tashnayga akamishni yozib bera. Mashrabni desam qancha kun yozib beraman dedi. Ammo va ishtirak yozib beramiz. Bo'ludi deb bu odam hayajonlanganmi? Bir haftaning ichida mush tekstni mening qo'limga berdi. O'qib mana hozir shu bir xat, bir chekit, bir pash o'zgargani yo'q. Shuning bilan buni anadiki udullar bizning rahbarlarga ko'rsatdim. Ko'rsatganki ular bo'ldi ekan deb imzoni qo'ygandan keyin obzatdan qiziq keldi. Ukam endi mashina bir ishdi. Sen mashina yezib ber. Mush ahni desam shuni buni qanday yazsak ular? Men bir o'ylashaydi. Nima qilib necha kunlik izlab qolsam, zodi buni qanday qilaman dedi. Endi mening eng ibtidoiy bir o'zimning taklifim deb boqaymi bo'lsam edi. Qurilma jihatdan qarasa bu Uyg'urninki banaqshidek bo'lsa, ammo melodiyasi yangi bo'lsa, shuning bilan deb u shu bir hafta 10 kun ichida naq shu sen aytib bergan shuni shundan chiqadi. Opirib anlatdik, hech qanday buni o'zgarish bo'lmadi. Qo'ydik. Sen anadagi buni aytib texmi bilan da shu Kanzochilik Jinshan Tianhua bo'lib ketdi-da. Oltin uzukka yoqut ko'zdaklan bu mukammal bir naqsha. 10 necha yil aytildi. Buning doirasini o'zing bilsa, qanchalik aytib ketdinglar. Ijodiyatchi men emas. Men de bir yurishlik tashkilotchidan men bir. Tashkilotchi. Tekstni bilan, ongni ishlab bilan buni qilib. Sababchi-da. Endi mashrab endi shunda chiqdi. Ong shu kechida
ahang orqali taqilib ketdi, naqsh orqali taqilib ketdi deb desam bo'ldi bu. Albatta birinchi soniga jiq kuchidi. Shunda kuchidir jiq hamda dаңлык arsi hatto ta'limimizga Dilbar Yunusmi kelib qolibdi, u chiqib shunda yaxshi hammasi bir shartsiz zodi qo'llab chiqarib berdi. 2002 yili 6-oyning 28-kuni birinchi son shanba kuni birinchi son mashrab taqtildi. G'albilik endi qo'yildi. Shuningdan boshlab endi oxiri 2017-yili to'xtaganga qadar 15 yil mangdi. 15 yil mangan bo'lsa, bir yilda 12 son bo'lgan bo'lsa, 180 maydon. To'g'ri. 15 yilda. 180 maydon yangi san'at, bir soatdan yangi san'at. Endi bu oraliqda nurg'un egizpachiliklar bo'ldi. Saviyaning nati yuqori chiqayotganlari bo'ldi. Hayron qolganlari bo'ldi. Voy alomat yaxshi bo'lgan bo'ldi. Bo'lmadi deganlari bo'ldi. Mayli qandaylar bo'lishidan qat'iy nazar partiyaning gapini anglab, Abdulmalik partiyakom tashviqot bilan gapini anglab, shu bo'yicha biz saq etmoqdik. Ikkinchidan hamda san'atimiz ras azdida hamda gullanishiga nurg'un bizningki sahnaga muhtoj bo'lgan artist, naqshchi, usulchi, muzikant, ijrochilarningki bir o'zini namoyon qilgan sahnasi bo'ldi. Yana nurg'un korxonalarningki o'zini namoyon qilib, shu mashrab orqali o'zini tashviq qilib, texim rivoj tepib, Shinjongning iqtisodining gullanishiga, nurg'un korxonalarimizning gullanishiga haqiqatan bir yaxshi sahna bo'ldi. To'g'ri. Shuning uchun ham bu hammamiz ham faxrlanamiz bu jihatdan. Shunami? Bu albatta bekitilgan bir bosh tema. Bosh tema bo'ldi. Shu bosh temani cho'rdab biz tayyor nomer bo'lsinmi, shu tayyor nomerni bosh temamizni yorita oladigan nomerni tanlaymiz. Ana degan cho'qim bir qism bosh tema, maxsus bosh tema uchun har xil shakldagi nomerlarni loyihalab ijod qildirishimiz uchun ijod qilib ana buni kirishimiz kerak. Mush kasb bilan shug'ullanayotgan, mayli rejissor bo'lsin, mayli boshqa kasbchilar bo'lsin, bizda eng bir ojizlik yerimiz kitobdan yiroq. Cho'qim kitob o'qish kerak. Tarixni tushunishimiz kerak, falsafa o'qishimiz kerak, har bir millatning madaniyatini tushunishimiz kerak, anadagi usulni tushunishimiz kerak, naqshini tushunishimiz kerak, oddiy bo'lsa notini bilishimiz kerak. Chiqib to'rt desa usul o'ynashimiz kerak. Abdulla Abdurimdek aytamsaqmi, ikki qiz naqsh ayta olishimiz kerak. Bu hammani bilsak, anadagi mushuni jiqqanlarga biz yetaklay olamiz. Yetaklagan vaqtida anadagi bundan natija chiqadi. Yana birsa, o'rinliq qilib izlanmay bo'libmi kitob o'qimay. Bu kitobga hamda bu jamiyatimizning insonni hamma tarafiga maqd ekan. Buni desak agar o'tasam yana bir so'z so'zlayman. Biz kitob o'qimasak, biz kitobdan yiroq bo'lsak, bu qat'iy mumkin emas mutlaq. Va jiqqozda qolib bayliq munkar degan gap shu. Sizlar ko'rdinglar. Nima uchun qoldirmish pulni isrof qilib. Nima bor bunda? To'g'ri bir san'at nomerlari bor ekan. Lekin bundan to'ylab ketamdi. Bundan chekinib ketamdi deydigan ichimda ishlar bizdek mushundaq san'atkorlar emas, ziyolilar emas, diqqonlardan bor. Burun mushunday bo'lgan. Bu bolalar nima ish qilganda bu qilolmaydi ekan. Endi hozir amal yo'q. Ulashmag'ashqa bu ish endi mushunday mangib qoldi. Lekin mushuning ichidami yana nurg'un izlanadigan nurg'un bolalar hozir bek chiqqan, men shunday xush bo'ldim. Bay degandek biz bularni endi uchrashib qolsa yoki bo'lmasa biz bilib qolsak, qo'limizdan kelishicha oldi bilan madad berib, ilhomlantirib, to'g'ri. Anandan keyin buni sharoit yaratib, mening sharoitim bo'lib qolsa, yaxshikansa, men paloni deb Abdulla akamni men tunishtirib qo'yay. Sen mandama. Tushunamizmi? To'g'ri. Mush orqali biz cho'qim endi mush ishni masalan men shunday xush bo'ldim. Men bu yerda ziyorat qilinyapman. Lekin mush orqali mana bu yerda o'tirgan nurg'un qari ko'zlar bor, mush bolalar. Bir xizmatni o'zi intilib, o'zi yaxshi ko'rgan xizmatni qilyapti. Mana mush yordam. To'g'ri. Shuning uchun biz bo'lmaydiganga yoki bo'lmasa hozirgi shundaq ba'zi bir shunday tirishmaydiganlarga, ba'zilari endi ammo ko'pincha shunday bolalarga bay degandek cho'qim yordam qilishimiz kerak, yo'lishimiz kerak ekan. Hargiz tepitishimiz, tepatsak bo'lmaydi ekan.
Meningmi ko'z qarashimda men Şinjan'da endi qarindoshlarimizni biroz e'tirofiga erishgan naqshbular suhbatim bilan o'zini o'quvchilarim qo'ydigan shunday sana o'xshash talablarim bor. Mening birla o'zimga qo'yib olgan bir nazariyam bizda nurg'un naqshlar chiqdi. Hozir shu rejissor ko'p degandek naqshlar ko'pchi hozir. Endi biroz o'zimni ustun qo'yib olganligim emas, ashlarga men cho'qim hatto tekstni tanlashdan boshlab har bir xalqqa inchga qarayli. Bo'g'dak deb yoki bo'laverdi deganda mush bo'laverdi degan gapga bak o'ch oldim. Ba'zi narsalarni unda o'tkazsa, shunda boshdan tortib normal ishlab kelyapmiz. Masalan, bir benzuni bir yerlardan kichkina o'tib ketib qolsa, bir takit, ikki takit ya ig'iz pastga chiqib ketib qolsa, bo'laverdi degandikilar sifatni buzdik ya shu. Sizlarning kasbim mashinamga deyman. Masalan, mush o'rinlarni biz suhbatlashgan o'rinlarning yasilishi hatto shu yergacha shu tamda bir tal chekitning qap qilishi yoki ekranga cho'ngroq ko'rinib qoladigan bir qalaymaqon narsalarning turib qilishi degandek mushilog'icha inchga ko'ngil bo'lasak bir mujda ushaq halqlar joy-joyda bo'lsa bu yig'ilib bir to'p yoki bir butun go'zal narsani vujudga keltira oladi ekan. Shuning men shu boysan degandek yoshlarımızda qizg'inligini aytish yuqori. Ularning yurkida kuyayotgani o'sha kasbga bo'lgan bir muhabbat. Biz ashuni bayqab ola olsaqlar, ondan shu erinmay, terikmay ashlarga birdan o'zimizning beshimizda o'tganlarni to'g'ri yo'ldan tepasak, asta shu to'g'ri yo'lga yetkazsa bo'ldi ekan. Bo'lapmi? Buni men shu Şinjan'da men misal yeshim cho'g'gan his qilyapman. Şinjan'da MV ishlandi, Guangola ishlandi. Yana programmalar ishlanadi. O'sha jihatda ko'pincha biz iqtisodga oldida taqishib qolamiz hozir. O'sha bizning davrimiz kelganda iqtisodsiz bu ishlar qilib bo'lmaydi. Ayrim davlat, hukumat o'zi bevosita ko'targan cho'ng banqlardan boshqa bunda e'lon tashviq filmlari yoki kinolar yoki naqshning MV'lari degandek. Biz iqtisod taqashgandan keyin biz cho'qim buning işləyücü ürünü izləyimiz, pul çıxarğıcı ürünü, dəsmi sağışlarını izləyəndən ki, baha amma tüvən bolsa deydi ki, ular. Tüvən bolsa, ulağı əmdi əlbəttə yaxşı. Onun kəndən, mən məsələn, bir tal görünüşlük naqşını məlum bir şirkətinin təşviqat üçün işləsəm bunundan bir müncə çıxımlar oldu. Umum çıxım 200 min desəm, bular əmdi xuddi bana dep demey yani bir işleydiğanlarını izleyiş mümkün. Ula benim bilen rekabetge düşüp 100 min deyiş mümkün. Yani bir 50 min sonra ahire 30 min işleydiğen bir adamla tepip elki teşvikat kılmakçı olan mezmununu şundan tapşırdı çok. İktisat bir yer üzünü gösterip geçiyorlar. Men yetmekçi bo'lgan mudda maqsaddagi sifatli bir asarni men chiqaramayman. Lekin u narsa 30 ming bir pul bilan chiqib ketadi. Şunu ola bu ölçem bu kaldı ki, falan vaxtda biz bunu 30 min işleyen, dep bu mengi ötkül olmaydan bir iş oluyordu. Şunu ola, bunda qarsam, süpet ötkülde bizde şu, muşunda bir tunuş meselesi bu hem. Yoksa bu rast əzən işləyirken, lekin o zadı nimi qıb bərələydi mən üçün. O nimiş qыбında degen, onun zadı nimi məqsidi var. Muşundaq süpet işləyəndə menin yetməkçi bolğan muddayim yetələndim, yanmanda işləyəndə degen, manda bir an tak yetilmey oturdu. Ben özümden balalarımga etrafındaki balalarımda aytganim biz yanılam şu süpetni asas urun koyaylı. Çünkü belki bu qitim yengilishimiz mümkün. Qılamay qalishimiz mümkün. Lekin her bir halkıga mas'ul bo'lgan adamlarimiz cho'qim o'zining xizmatini o'ydisin to'liq chiqish uchun biz iqtisod masalasini hal qilamagan bilan o'zimizga qo'ygan talabimiz yuqori bo'lishi kerak. Aman bu rast narsa bo'ldi. Süpet aman özünü gösterdi. Muşunda bir asta düşünüş, birbirimizni yetaklash orqali biz özümüzge qattiq talab qo'ygan siri etrafımızdaki adamlarni ta'sirlantirib bir vaqtdan keyin cho'qim shu degan maqsadimizga yetishimiz mumkin. Shu chaqda andin voy u boshqalar ajoyib ishlayotgan ularni bizga qilib pulni yetarli berolmagan shaxslar yoki tashkil oxiri yanıla başka süpetlik meblağını cık selip işleyen neslerle seliştirdi bizden Şinjan'daki eserlerini için. Ulanın imançı süpetlik değil. Ama
aya kelganda chidamaydi. Bu narsalarni endi bir o'zaro shu sohada ishlayotganlar, hamkorlashuvchilar bilan o'rtaq bir fikrlashadigan bir masala ekan deb o'ylayman aka. Bundan shunda jiq uchrab ketdi o'qidi. Yo'qi zod amal va bani yaman to'yan besib turib qilgandan keyin shundan buningda masalan bu nima uchun apparat uskunaga bundan jiq pul ketadi desang, men buni mana gauching yoki bo'lmasa ski baki deb mana desak unutma. Denshini qo'yg'ini bo'g'idek apparatimizni ishlatmaydimi degan bo'lsa, masalan uni men qilolmayman degan bo'lsa, yana biz qo'yib men qilaman deb mana chiqadimdi bu yerda. Chiqqandan keyin unga intilib ham shunaqa qildiganlar bor. Yana ba'zilar bor. Cho'qim shu siz deganda qilamiz. Bizmi nima men bir qancha ilonni ishlam jiqishdim. Bo'libmi Toshqo'rg'onda bir suv ilonni ishlab qoldi. Bu da 3 yil chiqdi. Yaman qiyinchilik. 3 yurish. Shunday apparatni elib chiqdik o'shaga. Bu pul xarjlashni qilmayman, lekin shunday odamlar bor. Endi hammasi masalan Nijat Niyozning oldida tanlab oldi deydi bular. Cho'qim sen qilib bermsan bo'lmaydi deb qiynab qo'ydi. Hatto bu men bag'inim 3 yil uda bag'inimda oxirida baysan degandek iqtisod unumini qo'llamayman deb men pulimni olamadim oxirigacha. Ammo men hozircha ishimiz keyin deyishib olamiz dedim. Ma ballar ma apparatni ya shirkatdan ijara qildi ya mush ballarniki deb cho'qim berib o'tishimiz kerak deb mujna qilib hamda shuna ishlaganlar bor. Umum jihatdan aytganda boy men degan biz mayli dichunban deyin bo'lsin. Az chiqim qilgan kino, az chiqim qilgan sahna asri bo'lsin. Bu sifatni tuvallatish badiliga chiqargan gap emas bu. Bir narsa, ba'zi narsalar cho'qim osh pulni xarjlamasak, aning mangmaydi. Bo'lmaydigan. Ha. Endi aning deganim u yomon zo'r. Hozirgi bozorda jiq pulni ko'taramagan bo'lsa, masalan, men ma'nunga 1 million xarjlab bir dramani ishlagan bo'lsam, injiqlab o'ynab oxir topganimiz ya 300 ming 400 ming bo'lsa, ma bozorning insonda. Yani ba'zilar endi nimasi, men haqiqatan shuni qila olmayman. Men 4-5 artist bilan shunda yaxshi hikoyadan birini yozib, bu ishkirni dramani o'ynab, hammadamning vaqtigidek shu chiqarib adan keyin har qanday muhitda o'ynay oladigan qilib, lekin pulni jiq topaman deb. Rasman shuna muvaffaqiyat qozonganlar jiq. Lekin bu kino ekran san'ati yanada hanzuch aytganda tadı şüphin jego to'g'ri ching deydi. Sen mujna maqsad ketmoqchi ekansan, cho'qim shunchalik pulni xarjlamsan. U bo'lmaydi. Yetkilolmaydi degan mada narsalar bor. Endi raskamni qilsak, hozirgi vaqtda shu o'z shirkat xalq ichidan mablag' yig'ib shunday qilib qilgan ishlarda yanalar endi ahvol ashna bo'lgandan keyin umumiy ahvol ashna bo'lgandan keyin buni masalan mashrabdimi va noilalar bilan viloyatlar bilan bo'lib jutlar bilan qilgan vaqtida hammasi pul bilan mangmaydi. Ba'zi hamda uskunlarning xizmat xodimlarining pulini bergan boshqa hammani biz shu sharoitimiz shartni shu talabni qo'ymaymiz. Talabni qo'ysak, ular shu talab bo'yicha qildi, necha million xarjlaydi. Uning rozi, lekin ashuna natijasi yaxshi chiqdi. Men Urumchida zalning chiqib kirib olib, korxonalar bilan ishlaganlarning hammasida amal bor, shu pulni qisqandan keyin shuning bilan bizning bu rejissyorimiz amal yo'q. Voy, hamda bo'ldi buni. Buda qilib bo'lmaydi ekan. Abdulla akamni kasakulti, uning hurmatiga loyiq, uning ishlagan muzikasini ishlagan, muzik ishlaganlar bor. Onun pullu degan yo'q. Unda olsa boshqacha bir naqshlar mazmun chiqib bizni bir tashviq qilsanglar deganlarmi jiqchi ketdi shu bu. Bunda amaliyot bu hozir bizda. Siz degandek meni beshog'im jiqtirganni mashrab sen oyatda aytdim 180 maydon qo'yilgan narsada bu necha yil davomlashgan. Endi u ash jarayonda nurg'un sonlarga men qatnashdim xuddi. Sen dastlabda shu fursatni bizni ta'min etdingmi? Keyin mashrabning biz doimlik bir artisiga aylanib qoldik desak bo'ldi. Hatto keyin shu zal ichida, zal sirtida jutlarni tashviqot uchun sayohat, iqtisodiy taraqqiyotni gavdalantiradigan ashuna mashrablar ishlandi. Ondan zal ichida yana shirkatlarning, cho'ng kichik shirkatlarning xizmatlarini, masalan, tashviqotlarini xizmatini qiladigan mashrablar bor. Asosan amal bor qatnashmasam bo'ldi deydi-ku. Ya shu boya sen bilan so'zlashgan masala mavjud. Cho'qim nihoyat yaxshi asardan birini ustiga. Çokum manda timida dehşet feyzi süpti yaxshi menda bir eserden birini sen urilishing kerak
deydi. Shuningdek bu yerda ashundaq sifatli bir asarni vujudga keltirish uchun qimiz bo'lmaydigan xizmat bor. Tekst yaxshi yozilish kerak, pages yaxshi ishlanish kerak, melodiyasi, andin naqshi yaxshi lo'yin bo'lish kerak. Mening faqat ovozim bor bu yerda. Qolganlarni boshqalar. Qolganlar hammasi boshqalar qilgan narsa. Men har qancha qilsammi, Deyishdayning sahnasiga bakaga chiqqan taqdirda qimiz bo'lmaydigan ish bor. Hatto nurg'un sonlarda ayni vaqtda o'zimiz yaxshi ko'rgachga bu chiqimlarni hisoblashmay qatnashib ketgan vaqtlarimiz bor. Ha, uning chiqib ketdi. Ba'zi sonlarda hamda xijil bo'lib qolib bo'ptunda bo'lsa degandek mana uni mushu naqshni boshqamiz essin degandek ishlarni ta'sir ko'rsatdi sifatga umuman. Yetmoqchi bo'lgan maqsad undan emasda, shunga mushlar bo'ldi ekan. Bu ishni yana umuman ikkimizning ko'z qarashi bunda, yana boshqacha o'ylaydigan ko'z qarashlar bor. Yangi o'qib chiqishga tegishli bo'lmaslik kerak. Sarkarda Alkuyar yurishlik isbotlari hayotimning har faslida menga hamroh. U o'zidagi soflik va samimiylik bilan izchil turmushimda muhim rol olib, men bilan birga hayotimning har bir kortinasida o'zgacha bir ma'no bo'lib keldi. Sarkarda isbotlari tish va tish milk to'qilmalarini qo'g'daydi. Eg'iz bo'shlig'idagi moddalarning g'ayri puruqini yo'qotadi. Sarkarda Alkuyar yurishlik isbotlarini hammanglarga tavsiya qilaman. Sarkarda yurishlik isbotlari. Sarkarda Tish sog'lomligiga ahamiyat berish u bir mas'uliyat. Tishning sog'lomligi tan sog'lomligining kafolati. Uzun yillardan beri tish asrashdan iborat bu muhim vazifani Sarkarda tish doktori tish pastasiga topshirdi. Shundaqla uningdan ko'zlagan nishonimga yetdim. Yuzingizga eng yarashidigini illiq kulkingiz. Kulkingizga yarashidigini durdona sog'lom tishingiz. Tish sog'lomligi masalasini men Sarkarda tish doktoriga topshirdim. Sarkarda tish doktori yurishlik tish pastilari. Ko'rayotganlar azizlar, Shinjang Sarkarda xalqaro savdo-sotish shirkati tajdorligida o'tkazilayotgan Xo'sh keldingiz programmasi. Bugungi aziz mehmonimiz Nijat aka bilan biz yana davomli suhbatda bo'lamiz. Baydinbek aka, sen bilan bo'lgan suhbatdan yomon huzur oldim. Yana deyishdigan nurg'un gaplar borligini, sen bilan sirdashdigan nurg'un gaplar borligini his qildim. Shaxsan o'zim shu suhbatimizdan balkim ko'pchilik nurg'un bir yangi uchurlarga ega bo'lgan bo'lishi mumkin. Sen qiziqchilarning sening ideyang bilan, sening shaxsiy turmushing bilan, kasbiy jihatdagi yana qanday bir orzu armonlaring bilan degandek shu uchurlardan xabar topdi hamda men yana shaxsiyatchilik qilib sen bilan o'zimizning o'rtadagi muhabbat to'g'risida so'zlashmoqchi. Mana bu Tunji sevgi degan plastinka. Bular biz uchun hozir bir tarixga, bir xotiraga aylandi. Amaliyotda Tunji sevgi degan plastinka ikkimizning bir cho'g'roq bir asrimiz desam bo'ldi. Uni ustiga biz qo'shni qo'lim bo'lgan vaqtimizda bo'lgan ish bu. Yani shu Tunji sevgi hamda ikkimizning ishlarimizni uchiq davomli kunduzda asosan ishlarimiz uchiq turadigan biz bo'lsaqlar bolalar uy turibdi, ma papa seni quchog'ing bujurdi degandek. Ashu eng bizning eng qizg'in kasb qilayotgan vaqtimiz ham eng yaqin vaqtimizda bu Tunji sevgi degan plastikani ishlagan naqshlarni titlagan bu mana hozir shu lentini ekilishimda ikkimizning bir xotir bo'yinimiz bu. Bugun mushini hamda sana men kichkina so'q qilma, saqlab qo'ygan aka. Rahmatimizning muhabbatimizning bir inkosi bu. Rahmat. Masalan, men o'zimning kasbiy doiramda sen bilan munosabatlik yoki boshqa o'zimning shu ishlagan asarlarimni, o'zimning shu qilgan ishlarimni saqlab bak oz. Men hozir yig'yapman. Endi ma'u sen degandek hamda bizniki bu bunday aytganda 11 yil vaqt degan qisqa vaqt emas. Demak balamiz 3 yoshda, 2 yoshda bo'lgan bo'lsa, 14-15 yoshga kirganda andan keyin biz boshqa yerga ko'chib bo'ldik. Rastligandek u chog'lar bizga bir xil do'stlik, akindama tuqqandachilik hissiyat bag'ansa sinib o'zlari bir bosqich hamdi bu. Ishq o'choq, xudolik ba'zida oldirib kelib, qas uyda tamoq baldirib pishsa, shu yerda yeb chiqdim. Bu bir xil go'zal o'tgan hayot. Andan keyin sizlarning oiladagilarimiz andan o'zlari hamdi bu haqiqatan bu mangu. Hem keyingi vaqtlarda ma'lum sabablardan hamda biz borliqimiz xizmat ijroqonda yurak yana o'zaro so'qishib turdi. Bizning opera maktab shu vaqtda
sizlar kelgan vaqtlar ular biz o'tib bir o'chaqda bilu degan şey deydi. Bilu degan şey degani har bir idora o'zininki bir sistema qurib buningda. Bo'lib bizning san'at idorasi o'nganda qo'rida shu bir Hamidjon boshqurdi, bir bilu ishi to'g'atida. Ashuningda biz birsi qozon orqali ma Feng Huangwei'ninki şu çağda bilgen MTV deydi o çağda. Bir kanal maxsus. Maxsus köndü keç gündüz MTV koydu. Yani bir kino kanalı vardı. Yani bir tantarbiye kanalı. Muş bir neçeler başka cemiyetten xalqi yerde yok. Bizde vardı. Ben hem de bunu işleşten ne mi dönügen dese şu köndü dedik MTV'ni gördüm. Bu nakşı degende. Mesela meyli bedi filmlerde mi işlettim. Ondan keyin şu plastinkiniz seninki bu tuncu söygüdün başta bir 5-6'sı var da mahşem şu anda alıp gelmem işlegen çıkımızdaki kardeşim işlegen. O vakitlar hem de bir yanıp bay degende aparat bir üsküne şerait sürekli tatlı şeraitimiz naçar. Lekin uçakdalık kızgınlığımız, düşkünlüğümüz hizmetli boğan mesuliyetimiz aslında bir küçük boğanlık için bunu hem de hazır mı köse ben körpaktan anca bek numus qilib ketgidek emaslik yana bo'ldi hissiyat durust birisi buningda operatorlar ayır başqa hamda hatto ba'zini o'zim operatorlik qilib olganim bor ammo hammani o'zim kirishtirdim kirishtirish o'zim men dastlab o'rganib olgan bo'lgan ekan buni shuning uchun endi bu emas nurg'un ishlagan badiiy filmlarni o'zim kirishtirdim ammo jarayonlar endi haqiqatan shu chog'da endi xalqimizga birisi shu ma'naviy ozuq ma'naviyatdagi turmushini beyitish uchun ikkinchidan endi sening ovozingni dastlabda masalan Ünalgı lentisi vaqtlarida Abdullah Abdurimning naqshi ekan u chaqda jiq taqilib ketgan-ku. Lekin kishilar bilmaydi. Chilantirmaydi. Bilmaydi. Mushu Turg'an Umar bilan bir o'yin qilib Qarshida bir do'kon kirsak, Turg'an Umarning naqshini qo'yib turgan lentida. Shundan Turg'an o'z berib, "Ma lentini siz nereden topdingiz?" desa, "Men setib oldim" deb shunday dedi. Bana bəsimiz bulmam desem, "Yo'q" dedi. Turg'an desa, "Yo'q, bu Turg'an Umarning deyiniz, sizga versam bo'lmaydi." O'ziga berdi dedik. O'zini tonimida, chunki u chaqda ma'lum ekran bo'lmagan ekan, televizorda chiqib bo'lmagan ekan. Kenandan televizor bo'ldi, bo'lib ekran bo'ldi. Bu jihatdan hamda ashunda bo'ldi bizning nurg'un mushu birisi hamda boy deganda xalqimizning ma'naviyatini baytgandan boshqa, sening ovozingni butun xalqimizga taqatgandan boshqa, obrazing xalqlarga tonilgandan boshqa bizningki mushuning kuyinib, mushuning qiziqib, mablag' sag'uvchilar buningdan zo'r foyda erishdi. To'g'ri. Haqiqatan o'choqdagi foyda, buningdagi foyda bu biz hamda men shu sen boy degandek, mening iqtisodiy kallam yo'q. Sharoitni yaratib qilgan pul topamagan. Hamda mushu orqali hamda nurg'un. Lekin albatta ular mablag' solish kerak. Mablag'ni soldi, lekin o'choqdagi mablag' pek yuqori bo'lmaydi. Hem sana çıkıp veremde onu okumayayım, lekin benim mevzuum çıkamaz. Lekin ala özleri aşın bir kısım aşına karxançılarımızınki muş pul asasda yani keyingi vaqtlarda çoğ so'dlarni qilishga bir niyatım bo'ldi. Çok jiraklik, yani muşunu işlep popla insanda barmı? Biz bunu ameliyatda bir yılda vaqt içinde suratlarını to'liqlab tayyorlab. Shunday oldu. Sen bunun suratlarının hammini ünsün merkeziga o'tkazib etding. O'tkazib etibla biz şu 99-yil yani bir kechilikni suratga olgan ish qilsa, qayta ishlab chiqarishga bular mablag' yetarli. Masalan, tunji so'ygi degan plastinkada bu o'ylab boqmagan unumga erisha oladi, iqtisodiy unumga. Biz ish qilsak bo'ldi, maqsadimizga yetimiz o'sha o'zimizning san'atini ko'proq tunishtiramiz albatta. Bizdami iqtisodiy unumni qo'llashga ahvolim bor, lekin albatta bizning deganimiz faqat nayt bir qism pulda ham o'zimizning halimizga yetdi. Lekin ishlab chiqaruvchilar haqiqatan cho'ng unumga erishgan, uni o'zlari e'tirof qilgan. Shu qo'rqmaylar, buni olgan paydining yana bir qismini shu yillar o'choqda degan aka esingda bormi? Biz bir plastinka tayyor qilsak 3-4 ishlaguvchilar jinjin qilib ketdi emasmi? Men qilayman. Haqiqatan bozor yomon echilgan o'choqda. Shu vaqtda hamda yana bir hamda tipik sama qatnashdim ayliqi şu Wang Yutong'ning şirkatda biz bir 3 ta chiqardikmi? Tarim deb. Tarim karaoke. Tunji Xinjiangda karaoke, Uyg'ur karaoke. Shu joylarda men anadagi ma'niliqi
ekranni ko'rib bir jinshurim burroq boshlang'achqa shundan bolalar so'raydi qanday ishlaymiz buni endi naqshini anglab anagi planlaydi mana naqshini biz mandara qilsak o'g'day degan doim boshqa lekin birlikda maslahatlashib ham ularga dars o'tib desam bo'lmaydi herhalde endi men burunji ko'gashga aniki mana naqshini kayfiyatiga mana mazmuniga biz mandara o chaqda aka shu biz to'plashgan bir amcha akam deymiz o'tkir akam deymiz anvar akam ovoz qismiga mas'ul ovoz o'tkir akamlar amcha akamlar operatorlik qismiga mas'ul shuning ichida shu bundaq rejissyorlik qismiga asosan sen andin qurbonji akam mas'ul bo'ldi sizlar planlayotganlarda ko'rinishlarni masalan jonon uyquda bir naqshi bor mana uni yo'qmi qashqarda ko'rinish qilganman qashqarda sening ko'rinishingni qashqarda oldi nima janonni loyim nima shoyin pongdalar janan esingda bormi qiz Parizat degan donglik artistimiz shu. Parizat shu. Hozir biz u uningda faqat ko'znashmaylam tuggan u shu. Yetiqliq holatda shu misol past operani ko'tarilib har xil ilib ana kirish deganim. Ashirga tog'ning ko'rinishi bilan jananning ko'rinishi bilan shu chaqda shu biriktirishmi? Masalan, bu hamkorlash jarayonimiz bu mangu bu hamda esimizda qolgan eng go'zal, eng esil bir asli bilan hamda chaqlar. Haqiqatan shunday. Bundan keyin agar pensiyaga chiqsam agar yana yaratsam yana bir ashkini ishlaymiz birlikda meni demakchi bo'g'inam qara aka qanday desam sen aka bunda kuzatsammi burunmi biladim hozir yana manga aka bo'lgan bilan men bilmaydigan texnikalarni tunishib tursa da davomli birinchisi davlat tili saviyam ustun aniqla hammadan foydalanalaysan ikkinchisi nima yangilik chiqsa shuni oson qabul qildi ekansan uni shaklini tashib o'tib unumli taraflardan foydalanishga men hozir uchiriga kelasam seni do'yinjon xorini 30 mingdek odam bor ekan bu yangilikni qabul qilish ro'ying izchil davomlashyapti bu endi birisi yana shu orqali biz aktiv energiyani taqtalaydiganmiz 11 yillik yo'l bo'lib qoldi emas yetaklash men o'zimning planlarim bor balkim sal vaqtlarning bo'lganda balkim asosiyatdan shu ma'rif kitap o'qish mushjihatdan bir yetaklaydigan bir o'zim bunda bir so'zlaydigan bunda bir xil program xarakterli bir narsani do'yin subsin hamda ana qilaydim hozir shunga nima yig'yapman hozir hamda shu agash kuchlarni yig'yapman hali yig'ildi yarim yil bo'lmadi meniki yarim yil oldim ya yarim yilda 30 ming beribdim men shu osta sana bildirmay kirdim juma seni bor men mana so'zlayversa yani mening maqsadim sizning o'zingizning ismingizni bilamasizmi yo'q shuni taniyman men o'zim ma orqali demoqchi bo'lganim biz shunda uzun bir mezgil hamkorlashgan uni ustiga gap qilishmaymi bir birimizning sirlarini bilishalaydigan darajada aktivga anda bo'lsa men deyman mushunda odamlar yana hozirgi ishimizda bir cho'ng bir asardan birini meni cho'ng deganim cho'ng emas avval bir naqshini yaxshiroq naqshidan birini yoki bir to'p naqshini ya'ni o'zimizning uslubida seni yana bir o'ylash nima qilsak mushning ko'rinish holatini taqitishga o'rtaq ishlaydigan bunda fursatlar bulamdi ya hozir mening intilishim shu-da mana endi hozir men talabni qo'ydim sen deding emasmi shu ekran guva ekran oldidagi men tomoshabinlar guva cho'qim vujudga chiqaraylik buni cho'qim qilaylik hozir endi sharoitimiz yaxshi bo'lib ketdi burunqidan cho'qim yaxshi chiqdi yaxshi bo'ldi to'g'ri rahmat aka rahmat bugun sening bilan suhbatlashib intayin xush bo'ldim bak huzur oldim yana qayta jiq narsalarni his qildim eng muhimi nijat akam bilan yoshlik vaqtimiz birga o'tgan hozirmi endi o'zimizni qeri demaymiz yosh nijat akamning mangu to'xtamay o'rgandigan ro'yida o'rganimiz bilim ilm degan shu eng oxirgi nafasgacha o'rganishga tegishli narsa biz burundan tortib nurg'un narsani sizlarda o'rganib kelgan mush yoshga kelib bugungi suhbatda yana qaytib uchrashib o'zimni his qilganlarim nijat akamdan man yana davomli narsalarni o'rgansam bo'ldi ekan ruhini o'rganadi ekanman degandek shunday bir yaxshi yakunlarga keldim qisqasi bugungi suhbatim sen bilan bo'lgan suhbatim meni bak huzurlantirdi rahmat man shunday bo'ldim hayotingda qanday bir afsunarli bir o'y xiyollaring bor oldi bilan
mukammal deyishga men munosib emas. Hammamiz endi ishlab ketyapganlar. Hayotlikda endi men bu yil 58 dan eshib 59 ning neni yeyapman. Dimsan o'tama 51 deb qo'ygan. Rasga qo'ysa qilmaydi. Bu jarayonda bu uzun musobaqa bu-chu, uzun musobaqa. O'kinish deymiz, ba'zi bir ishlar unda jiqkan turmushda, xizmatda, hayotda jiq bo'ldi ekan. Endi men yanada o'zimning bu kasbimni, bu xizmatimni hatto jinimdan ortiq yaxshi ko'radigan bo'lganligim uchun yana mushjatda azroq gapim bor. Albatta biz tegishli xizmatimizni qildik. O'zimizning tirishchanligimiz bilan, o'zimizning sapoyimiz bilan, o'zimiz yashayotgan mushu muhit, mush sharoitda chamimizning yetishicha tegishli xizmatimizni qildik. Endi men bu yerda o'tirib, mangu Jinjijang, Bayxojang, Oskajangga erişemayman. Biz erişemaymiz. Endi buning sabablari pek murakkab. Endi faqat biz xalqimiz uchun partiya, hukumatning to'g'ri rahbarligida xalqimiz uchun shu ijobiy energiya taqib, yaxshi san'atlar bilan ta'minlab, mushkunga kelib xalqimizning azroq himoyasiga erishdik. Ammo bir muxbir mendan so'rgan, siz mushunday natijalarni yaratdingiz. Sizningki baysan degandek ajnab bormi debdi. Men dedim, men natija yaratgan bilan mushu bir umrim meningki xato yo'lmangan umrim bo'lib qoldi bu. Deb qanday deydi? Bu natija dedik. To'g'ri endi. Qilgan xizmatimiz haqiqatan natija pay degandek shunday yaxshi ishlar. Lekin o'zimning qalbimdagi tikilgan, o'zimning arzuyum, o'zimning armonimga nisbatan men boshqa bir ish bilan shug'ullanib keldim-da, mana aytganda. Nimishga deganda, to'g'ri buni so'yma. Shuning uchun beg'ishildim. Asli yetkilib kelgan vaqtida menga men shart qo'ygan, men cho'qim shu kino ishlamasam, televiziya, teatr ishlaydigan bo'limga kelaman. Degandan televiziya, teatr bo'lim ishlaydigan bo'limni quryapti emas. Ammo siz hozircha san'at bo'limida men san'atni ishlab turing. Anandan keyin bu buna bo'ldi degandan keyin shundan adab ishildi. Uni qilib, buni qilib 27 yil o'tib ketib qoldi. Asli maqsadim bo'yicha qildigan kino, televiziya, mana ishlarimni oz to'liq qildim. To'liq qilolmay qoldim men. Mening hamdiliqi o'kindigan hamdiliqi ham meyaqdan o'zim faxrlanib turmayman, ma tarafdan bu mag'lubiyat yo'li desam bo'lmaydi. Yo'q, buni mag'lubiyat deyish bo'lmaydi. Lekin qildigan ishimni qilolmagan adam deb qarayman endi. Bu buningdan keyin ham masalan bay degandek baymo nachqitim deyishdi. Tan salomatligimiz joyida bo'lsa, aql hushimiz joyida bo'lsa, shu qilolmagan bayamda men 58 yosh degan bilan qolgan jihatdan yaxshi bo'libmi, u tayyorliklar yaxshi. Nurg'un tayyorliklarimiz bor. Ani vaqt kelganda biz buni asta-asta birdan amalga oshiramiz. Shunga uningda balkim shu bir yillik sahna asri, yana bir kino, televiziya ishlari, televiziya teatrininki mal liniyasi bo'yicha menish mumkin endi. Bu endi birsi. Yana birsi ham o'zimning bir ta'siratimni endi o'zimning bir ta'siratimni deb qo'ysam, odamda bir xil bu minnatdorlik hissiyat cho'qim endi bo'lish kerak ekan. To'g'ri. Endi minnatdorlik hissiyat bo'lmasa, bu qolgan ishdan bu gap ochqilib bo'lmaydi ekan. Nima deb ishlar deysan desa, shu zoyin shung degan gap bor-ku. Shu zoyin shung degan gap vaqt bilan vaziyat qahramonni yaratadi degan gap bor. Bu dunyoda mutlaq qahramon yo'q desakmi bo'lmaydi, lekin biz hammamiz shu minnatdorlik hissiyatimiz bilan yashab, bizni mushu dunyoga ko'zlash turgan ota-onamizga, ulug' vatanimizga, partiya, hukumatga bo'libmi har bosqichda bizga uchrab, bayman bo'lo degandek ashunda uchrab, bizga sharoit yaratib, bizni yo'ligan mushunda bo'lishimizga sababchi bo'lgan nurg'un ustozlarimizga, nurg'un kishilarimizga biz cho'qim minnatdorlik hissiyatimiz bilan bo'lib, shu minnatdorlik hissiyatimizni mehr muhabbatga aylantirib,
yana xuddi bizga o'xshab bizning yosh vaqtimizda o'xshab ashundoq sahnaga yordamga muhtoj yoshlarimizni ashlarni bir shunday yaxshi taraqqiy qilib o'zining orzu qilgan ishlarini qilish uchun biz shu minnatdorlik hissiyotimizdan ashlarga yordam qilishimiz ashlarni yo'lishimiz kerak ekan. Buningda masalan u konkret misol olsak bakchiq hammamiz o'ylaymiz bir bosqichda o'ylab baqsam man nima uchun andatim mana bo'lib qoldim desa cho'qim shu bir odam bor ekan shu chog'da u ota onamiz emas. Yana bir bosqichga kelgan vaqtida masalan man 15 yosh vaqtimda somkamni juda ketyapsam bir Oysha appay degan bir appay menga nima bo'lam dedi. Desam siz kimning bolasi? Ko'chada. Debdi men shu o'tirsotgan yozuvchining Aymisaxonning bo'lsam, voy men taniydiganning bo'lsa, makilang deb meni yutlablam shahar sanitmanga kirib imtihon bergizib, qo'limni ko'chada ketayotgandim yutlablam shu akirib qo'ydi. Mana mushu mening taqdirimni o'zgartgan ulug' bir inson. U yerda ishlab bir mezgildan keyin nima san'at maktabida o'qib, nurg'un ustozlar bizga bilim berdi. Bizga kasbiy jihat, mahorat jihatdan bizga yetakladi, o'zining jinini ufurtib. Andan keyin o'makda ishlatdim. O'makda ishlab, tuyuqsiz markaziy teatr institutiga o'qish fursatiga bu Pintayga chiqib qoldim. Pintay bo'lmasa bo'lmaydi. Pintay bak muhim. Hammamizga ashuna bir Pintay. Sen o'ylab sening hayotingni cho'qim ashuna. Shundami? Ba'zi siz sana yordam qilgan odamlar yoki ba'zi ashuna bir Pintay chiqqan odamlar sabab bo'lgan ekan. Andan keyin sening rolingni joriy qiladi. Bo'lmasa bizlar shaxsan menmi bu başlangıç tuzuk okuyamagan adam qanday bu dağlıq rejissor apamdan tug'ilgandilar ashuna materiallardan to'lib qolgan emasman. Ashuna bir ishlar bilan aniq sabab bo'lib mujna bo'lib kelgan shunami? Balkim nurg'un mana sen boshqa o'ylama nurg'un naqshlar bo'lishi mumkin deganda. Bir umr ashuna Pintayga erishmay o'tib ketgan. Yana nurg'un bizdimi saposi yuqori, bizdimi iqtidorliq balla odamlar bo'lishi mumkin. Manda sharoitga, manda vaziyatga, manda zamonga mos kelib nima uchrayolmaganlikdan manda bo'lganishi mumkin. Shuning uchun ham oxirgi hisobda shu minnatdorlik hissiyotimizni men bu ta'lim tarbiya qilib emas, o'zimning ta'siratim. Minnatdorlik hissiyotimizni texmi yuksak, texmi chunqur mehr muhabbatga aylantirib, yana shunday yoshlarimizga, shunday kasb egillariga shunday qildigan muhtoj bo'lganlarni izlab tepib, ashlarga yordam qilib, ashlarning bizdimi o'rlab, texmi yaxshi ishlarni qilib, yaxshi bo'lib ketishga yordam qilsak bo'ladi. To'g'ri, rahmat aka. Jumladan bizmi shu sening aqlingda yurgan shu inlaring hamda bizmi bizni har taraflardan yetaklashingga yana muhtojmiz. Oxirida aka mana hozir biz mamnuniyat to'g'risida so'zlashib qoldik. Sening hayotingda uchirgan shu har bir burilish nuqtasida uchirgan shu yaxshi ko'ngilli odam, partiya, hukumat, idora rahbarlari deymiz, mushlardan boshqa yana bir ulug' inson bor. Mening nazarimda davlatlik birinchi darajalik artist Guljamal Makniyaz. Meni qo'yvasan-ku, sen uchun ini bo'lgandan nurg'un rahmatlanmish akamning mushunchalik bir xotirjam turmushiga muhim sababkorlarning birisi siz deyman, lekin meni da iltimos Guljamalga bir ishga qiz yaxshi so'zlaringni so'zlasang. Hamda biz 82-yilda u Aqsu Avatdan keldi, men Urumchida imtihon berib o'tdik. 15-20 yilda kelgan u. Hamda men sinfda eng cho'ng bo'lgan ekan, u bizning o'lqa yengil bir yosh bo'lmagan ekan, xizmatdan kelganlar u buna bo'lgan ekan, 5-6 yosh farqlimiz ba'zilar. Hamda bir mush Xayrigul, Izzat Ilyas, Güzelnur Qurban, Guljamal mushlar hammasi men Nijat aka dedim deb bag'anim. Berib ham bu jarayonlar jiq uzun bo'lib ketdi, tanishdik, muhabbatlashdik, shundan kelib to'y qildik. Hozir biz 32-yilga keldik hamda. Aslında bir ailede bulup hem de bizdeki şu hizmet sırtdaki olan hizmet işler, bu işler. Bu cihetten birinciden o sadık bir ayal. Bir faziletli ayal. Faziletli ayal. İkinciden men hem de hazırgıcı ahir hesapta men dedim. Gülcemal Sama dedi. 1 yıl 2 yıllık oldu. Bu dünyada yaxşılıqның күчі таңдашсызken senden gördüm. Ben sana teslim oldum. Aja dedim. Yaxşılıqның күчі. Kən qosaqlıqның yaxşılıqның күчі rast tаңдашsızken. İlqi
Ma Kungzning bir gipi var. Shang shan ro shu deydi shu. Sudek bo'l deydi. Suv hammaga foyda qiladi, hech nimani talashmaydi. Degan bu shang shan ro shu degani ajnab bir gap hamda. Sudek ayollar bor ekan. Shu sizning ayollarimiz mushular hammasi ajna ekan. Masalan, oilada mening dadam opam bilan mening ko'nglimni qilchilikmi g'ash qilib qo'yadigan bir ziddiyat ya to'qinish bo'lib qolgan emas. Balani hamma jihatdan bu Japonda tatib balani tarbiyalab, balani cho'nqqandan boshqa, ya'ni mening bir qoilimda g'ayrim kasbdimi mening oldimda mangan desam bo'ldi. 2005-yili birinchi darajalik unvonni oldi. Men 2007-yil oldim. Bu yil ikkinchi oyda pensiyaga chiqdi. Bultur 12-oyda Jungo R degan unvon bilan chiqdi hozir. Uning unvonimi mendan yuqori. Demak, endi ba'zilar ayollar degan oilasi bilan bo'lib ketsa, anandiki mau Japonda uyda tatgandan keyin xizmat chekinadi, xizmat yoki kuchi yemaydi deb chekingan rost. Chekingan. Agar chekinmagan bo'lsa, uning iqtidori yana qilishlarni qiladi. Endi hozir haqiqatan bu jihatdan ham men uning qoyil endi men rahmat aytaman. Uchinchilik maqtay, bo'lmasa o'zining xotinini maqtagan ikkinchi maqtagan gap. Biz u mening ta'limim bo'yicha bo'ladi. Demak, ana shundaqda bir keng qilsak, sening kasbiy yoki ijtimoiy hayotingda menimcha eng muhim insonning birisi. So'ng akam o'zi deyamidi, Guljamol bu yerda alqa bizning an'anaviy ko'z qarashlarimiz bu muhim o'rinda turdi. Lekin haqiqatan sizga rahmat. O'yining eng ig'rini %80% ig'rini siz ko'targan bo'lganligingizdan bu kishi sirtlikki xizmatlarni xotirjam. Bu mening beshimda o'tgan ish hisob. Mana shu navbatga kelganda bizning shu qanoatchan, jafakash ayollarimizga jumladan Guljamol Matniyozdan iborat bu suyimli artistimizga alohida rahmatlarimizni bildiramiz. Aman bo'g'aylar, uzun umr ko'rgaylar. Rahmat. Oxirdagi ikkimiz bir quchoqlashib deylik. Oxirdagi kasbiy hayotingga zo'r utuq tilayman, seni bir quchoqlab olaylik.